Avvalambor hammamizga shunaqa havolar nasib qilsin. Bizlar Sagdian akamiz Orientir yangi yo'l 4-6 sotuvli hovlimiz sotuvga chiqyapti. Mana shunaqa hovli qismi bo'lyapti. Pol podval bilan 4 etaj, 1-etaj, 2-etaj va terasa qismi ham bor do'stlar. Hovlimizda mashina qo'yish uchun joyi bor. Devorlar travertin jemchujina qilingan, bundan tashqari zelena zona qilingan. Hovlimizning orqasida ham yana hovli bor va letniy kuxnya ham qilingan do'stlar. Ana endi uyimizni ichki qismini obzorini qilamiz. Qani ketdik. Uyimizni ichki qismiga ham kirib oldik. Mana shunaqa chiroyli hol qism bor. Bu yerda bizlarda mana shunaqa mehka zona qilingan. Divan, kreslo, stol qo'yilgan va mana bu yerda o'ng tomonda bizlarda oshxona joylashgan. Oshxonamizda hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. Hovlimizda hali hech kim yashamabdi do'stlar. Mana bu yerda esa bizlarda общий sanuzul 1-etajniki va mana bu yerda kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasi ham juda ham chiroyli remont qilingan va bu yerda ham kerakli hamma mebel jihozlar o'rnatilgan. Отдельно o'zini sanuzuli bilan birga. Hovlimiz полностью new klassika stilda remont qilingan. Mana bu yerda bizlarda kattagina mehmonxona, mehmonxonada ham stol o'rnatilgan, TV zonasi bor. Chiroyli qilib lustra ilib qo'yganlar va mana shunday koridor bilan borganimizda mana bu yerda bizlarda orqadagi hovli qismi bo'lyapti. Hovli qismi ham kattagina. Bundan tashqari letniy kuxnyasi ham bor. Bu yerda bizlarda pol podvalga tushadigan yo'lak qilingan va 2-etajga chiqadigan yo'lak. Ana endi 2-etajni ko'ramiz. Qani ketdik. 2-etajimizga ham chiqib oldik. Mana shunaqa bu yerda ham kattagina hol, terasaga chiqadigan yo'lak qilingan. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda yana bitta xona, bu kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Bu yerda ham kravat, tumbochka, termolar o'rnatilgan. O'zini отдельно sanuzli kattalar yotoqxonasida va mana bu yerda bizlarda garderoblar joylashgan. Mana bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi, bu yerda ham kravat qo'yilgan, chiroyli qilib lustra ilib qo'yganlar. Bu yerda ham o'zini отдельно mana bu yerda отдельно o'zini sanuzli bor, 2-etajniki, общий. Va mana bu yerda yana bitta hol qilib qo'ygan, bu yerda ham mebel jihozlar o'rnatilgan va mana bu yerda yana bitta bolalar yotoqxonasi. Katta oila uchun juda ham chiroyli hovli bo'lyapti. Mana bu yerda balkon ham joylashgan. Balkonga chiqib hovliga qarab o'tirsangiz bo'ladi. Ana endi terasa qismini ko'ramiz do'stlar. 3-etajga ham chiqib oldik. 3-etajda отдельно o'zini kuxnyasi bor, mana shunaqa oshxona qilingan va bu tomonda bizlarda mehka zona. То есть divan, pufik stollar qo'yilgan. Mana bu yerga chiqsa agar kattagina terasasi bor, yozda bemalol dam olish mumkin mana shu yerda. Ana endi pol podval qismini ko'ramiz. Uyimizni podval qismiga uyning ichidan kirish mumkin va ikkita hovli tomonidan ham kirish mumkin. Bu yerda bizlarda mana shunaqa kattagina yo'lak joylashgan va mana bu yerda bizlarda texniskaya zona joylashgan. Akkuratni qilib hammasini terib qo'ygan. Mana shu narsa bilan полностью uyimiz isiydi. Mana bu yerda yana bitta xona joylashgan. Xonalari katta-katta, xohlasangiz ofis qilish mumkin, dam oladigan joy. Mana bu yerda yana bitta xona katta joylashgan. Bu yerda kattagina mehmonxona qilish ham mumkin do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa agar pastda ma'lumotlarni qoldirib o'tamiz. Hovlini narxi bilan birga, adresi bilan birga, nomer telefonimiz ham o'sha yerda bo'ladi. Telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Ko'rishguncha.